Max, yaxshimisiz? Behruz, qalaysan? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tanish Kevin, yaqinda Amerikadan keldi. O'zi oti Karimdek. O, Amerika sehrli diyor. Olib ketar ekansiz jahon chempionatiga? Bo'ldi, jigar, biz ham oz-moz vizalarga aralashib turamiz. Hal qilamiz, jigar. Hozir bir daqiqa. Seryo'zi aytdi olib ketar. Ha, men aytdim-ku, o'sha tanishimda. Qachon aytdi? Qilgan farqiga sarsab chiqmayapti hozir. Ko'tarmayapti-da telefonni. Nimaga bolalar ko'nib turmi? Hatto idrogimiz kelmay qoldi-da. Men tushib beraymi jigar? Bilasizmi? Ha, endi yoshlikdan o'ynab katta bo'lganmiz. Besh sarsam qolmasdim jigar. Ha, 5 ga o'tirib oling. Stakoni gapirganda yomon edi-da o'zi. Amerikada o'ynab yurgan bu. Jigar, avtomat eksportda olamidi? Ha, eksportda o'ynaganmiz chiqilib. Ha, bo'ldi, mana hozir qonataman. Jigar, otmayapti-yu bu. Bu tomonda emas, nari tomonda otadi. Kelsa, duxtum o'ylashyapti biz, yoraylik. Paqiy ko'tarmayapti. Chilaymi, jigar, nima muammo? Ha, mehmon ozgina muammocha bor-da, nima qilmay qo'ying siz? Ha, aytingchi, hal qilarmiz, yechimi bordir. Xullas, talpa bor edi-da, bitta Paqiy degan o'rtog'imiz bor edi, kelmay qoldi o'sha. Ha, bo'ldi, men boraman, jigar, yuring, biz ham yoshlikdan talpa ko'rib yurgan bolamiz, yuring-chi. Ya, mehmon ketadigan odamsiz-da, bular ko'pchilik, nima qilmang? Ha, jigar, bir ikki mishdan odam o'lmaydi, hal qilamiz. Hozir mashinadan bitta narsa olaydi. Yaxshi, Habib Aspako'ni gapirib urib qo'yadi-yu, mashina bekorga yetmadi. Kaset-parseti bormi deyman-da? Ha, beto'g'ri bo'lsa kerak. Ana madaniyat borda Amerikada baribir urushdan oldin ham atir sepib olyapti, qara. Ha, aytdim-ku, jigar, bir ikki mishdan odam o'lmaydi deb. Ha, o'lmadi. Shuncha urushda biroz aralashmadi, talpa ko'rganman. Ha, rosa talpa ko'rganmiz, jigar, YouTube'dan ko'rganmiz-da. Men bir kapinisi ulatib kelib, mazam bo'lmayapti. Boshqa. Ha, jigar, o'zim uylab qo'yaman kapinisi. Meditsinadan oz-moz xabarimiz bor, burchaklarda yurganmiz. O'chir hozir. O'chir! Buni hozir jigarni oxiri o'ldirib yuboradimi? Atir sepganni tushirishim kerak edi.